Urug'lanish, ya'ni gaploid to'plamga ega bo'lgan urg'och va erkak gametalar, ya'ni jinsiy hujayralarning qo'shilishi. Ya'ni spermatozoid va tuxum hujayrasining qo'shilishini urug'lanish jarayoni deb ataymiz. Yoki bu urug'lanishda, ya'ni erkak va urg'och organizmlarning gametalari bir xil holatda bo'lishi ham mumkin. Ya'ni izogamiya, geterogamiya va oogamiya turlari bor. Bu oldindan bizda esimizda bo'lishi kerak. Endi urug'langan tuxum hujayra zigota deb ataladi. Ya'ni zigotaning to'plami 2n. 2n gacha bo'lgan undan oldingi jinsiy hujayralar esa gaploid n to'plamidan bo'ladi. Endi n to'plamining, demak, yarim n to'plam otaning xromosomalarining yarmi degani. Ikkinchi n to'plam onaning xromosomalari yarmi. Bu ikkita gaploid to'plam qo'shilishidan hosil bo'lgan diploid to'plam axborotning teng yarmini onadan, teng yarmini otadan olyapti. Zigota xuddi bir somatik hujayra kabidir deya ibora berilyapti bizga. Xo'p, hayvonlarda urug'lanish ko'pgina suv hayvonlari, jumladan baliqlar va suvda hamda quruqlashish uchuvchilarning urug'lanish bevosita suv bilan bog'liq. Ya'ni ular tuxum hujayrasini suvga qo'yadi va suvdagi tuxum hujayralar o'sha suvni urug'lanish hodisasi yuz beradi. Bu jarayonni bilamiz. Quruqlikda yashaydigan hayvonlarda esa ichki urug'lanish vujudga keladi. Urug'lanish jarayoni avval spermatozoid, ya'ni tashqi muhitda quruqlikda yashaydiganlarni sudrab yuruvchilar, qushlar yoki sut emizuvchilarda urug'lanish ichki, ya'ni bu degani nima degani? Tuxumni tashqi muhitga qo'yib, tashqi muhitda tuxum spermatozoid bilan qo'shilmaydi. Tuxum organizm tanasida turadi, tuxum hujayra unga spermatozoid organizmni ichida urug'lantiradi. Va bundan hosil bo'lgan zigota ham organizm ichida yoki zigota biroz rivojlanib, tashqi muhitda rivojlanishi ham mumkin. Misol, qushlarda deydigan bo'lsak, ichki urug'lanish, urug'langan tuxum hujayra tanadan keyinchalik qo'shimcha qattiq qobiqlarga keyin o'ralib, tashqi muhitga chiqadi. Kechirasizlar, telefon bo'lib qoldi. Ovozim qaytdimi? Ovozim ishlay boshladimi? Baba, ovoz o'ynab boshladi. Shu joydan davom etamiz. Urug'lanish, demak, ketma-ketlik bo'yicha boshlaymiz. Urug'lanish avval spermatozoid, ya'ni oxir aytayotgan joyimiz qanaqa edi? Ichki urug'lanish haqida. Ichki urug'lanish, ya'ni tanani ichida urug'lanadi. Qushlar ham, sudrab yuruvchilarda ham. Hamma urug'lanib bo'lgandan keyin tuxum hujayra qo'shimcha qobiq bilan tanani ichida e, e, qobiq bilan qoplanganligi sababli tashqi muhitga keyin ohak po'choq bilan qo'yiladi. Endi shu yerda ba'zi bir inkorli so'zlar bor, juda ham e'tibor qiladigan joyi. Misol uchun, e, qushlarning tuxum hujayrasi bitta yirik hujayraga misol bo'ladi degan ibora bor. Bitta yirik hujayraga misol bo'ladi. Urug'lanmagan bo'lsa, u haqiqiy tuxum hujayra deyiladi. Ya'ni ichki urug'lanish bo'lmagan tuxum hujayra u yagona hujayra. Endi urug'lanib bo'lgandan keyin u murtakka aylanib qolgan bo'lishi mumkin. Murtakka aylandi degani, demak, u embrion degani. Bir hujayra bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni biroz issiqda qolgan bo'lsa agarda, o'sha rivojlanish vujudga keladi. Urug'lanmagan tuxum hujayra haqiqatan gaploid to'plamli tuxum hujayra, ya'ni inkubator tovuq tuxumlarini bunga misol qilib olsak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Urug'lanish jarayonidan avval spermatozoid tuxum hujayraga yaqinlashadi, ya'ni boya
ichiga kirish uchun bosh qismidagi fermentlar. Bosh qismidagi fermentlarga qanday ta'rif berdik? Glaronidaza, ya'ni akrosomada joylashgan glaronidaza fermenti yordamida eritib, membranasini ichiga kirib oladi. Kirgandan keyin yadro bilan qo'shilish uchun harakat qiladi. Yadro bilan qo'shilib, umumiy diploid yadro so'ngra esa bo'linib rivojlana boshlaydi. Ya'ni yadro bo'linishi, ya'ni blastomerlar hosil bo'lishi haqida gap ketyapti. Ko'pchilik holatlarda bitta tuxum hujayrani faqat bitta spermatozoid urug'lantiradi. Buni bilasiz. Agarda bir nechta kirib qolishi ham mumkin, ba'zi holatda ikkita yoki bir nechta degani 10 ta, 20 ta ham kirishi mumkin. Ammo ularning ichidan eng chaqqoni yadro bilan qo'shiladi. Yadro bilan qo'shilish natijasida shu joyda to'xtaydi e, harakat. Qolgan barcha spermatozoidlarni parchalab tashlaydi. Hammasi parchalanib ketadi qolganlarni. Ya'ni o'sha joydan boshlab qolgan yadrolar, qolgan spermatozoidlar parchalash uchun lizosomalar faollashadi. Shu sababli parchalanib ketadi. Baribir bittasi urug'lantiradi. O'simliklarda urug'lanish hayvonlarnikiga qarama-qarshi. E, Hayvonlarning urug'lanishiga degan ma'noda emas, hayvonlarning gametogenesiga qarama-qarshi. Ya'ni ularda birlamchi chang hujayrasi bo'ladi. Birlamchi chang hujayrasi, ya'ni mikrosporatsit. Mikrosporatsit mioz bo'linadi. Qarang, birinchi bu yerda diploid to'plamli hujayra mioz bo'lindi. Hosil bo'lgan, rasm bilan ko'rsatay. Mana chang donlarda, mana chang donlaridagi mikrosporatitlar mioz bo'linishi natijasida 4 ta mana changni hosil qilyapti. 4 ta chang kelib tumshuqchaga tushyapti va tumshuqcha orqali chang nayi hosil qilib o'sib, ichida ikkita spermiy, mana pastki qismda turibdi, ikkita spermiy. Biri tuxum hujayra, biri markaziy hujayrani urug'lantirish natijasida murtak, urug'langan tuxum hujayradan murtak, urug'langan markaziy hujayradan endosperm. Mana murtakni mana yashil o'simlikcha qilib ko'rsatgan. Mana murtak 11-rasm. Maysa rivojlanadi keyinchalik bundan murtakdan. Mana sariq qismi esa endosperm, ya'ni oziqa to'plovchi qism ko'rsatilgan. Endi bunda qarang, dastlabki bo'linish meyozga asoslandi. Hayvonlarda ko'payish bosqichida dastlab mitozga asoslangan holatda ko'payar edi. Keyingi bo'linish meyozga o'tardi. Ya'ni yetilish bosqichida meyoz bo'lardi. Ularda esa dastlab meyoz bo'linib oladi, keyin mitoz bo'linish kuzatiladi. O'sha mana bu chang hujayralar hosil bo'lishida ikkita spermiy va vegetativ hujayralarda hosil bo'lishdagina bu yerda kuzatiladi. Xo'p, tuxum hujayra qanday hosil bo'ladi? Mana bu murtak xaltani ichida dastlabki paydo bo'lgan, ya'ni urug' kurtakning ichida murtak xalta bo'ladi. Murtak xaltani hosil qiluvchi hujayra eng dastlabkisi xuddi changda mikrosporatsit edi-ku. Bunda makrosporatsit yoki megasporatsit desangiz ham bo'ladi. Makrosporatsit yoki megasporatsit. Bu ham dastlab meyoz bo'linadi. Xuddi hayvonlardagi urg'ochi tuxum hujayra hosil qilish kabi 3 ta yo'naltirishdanacha va bitta megaspora, yirik hujayra hosil bo'ladi. Yirigi ketma-ket bo'linib hosil qiladigan hujayralarga qarang. Mana 6 ta. 6-raqamga qarasangiz, mana yuqorida 3 marta ketma-ket mitoz bo'linishi natijasida 3 ta antipod hujayralar deyiladi. Ikkita markazda qo'shilib ketib bitta hujayrani hosil qiladi. Markaziy hujayra. Past tomonda 3 ta hujayra. Mana bu yirigi 9-raqamda. Yirigi tuxum hujayra, ikki yondagi sinergit hujayralar. Sinergitlar u qadar muhim emas, sizga antipodlar u qadar muhim emas. Mana shu 8 n to'plam hosil bo'lishi murtak xalta deyiladi. Urug' kurtak ichida paydo bo'lyapti murtak xalta. Bu demak, tuxum hujayrasining shakllanish jarayoni. Sinergitlarning vazifasi bor. Agarda tuxum hujayra ba'zi holatda nobud bo'ladigan bo'lsa, sinergitlar o'sha o'rniga, ya'ni tuxum hujayra o'rniga rivojlanib, tuxum hujayra vazifasini bajaradi. Shuning uchun sinergit hujayralar ham muhim ahamiyat kasb etadi desak bo'ladi. Va urug'langan o'sha tuxum hujayra va markaziy hujayradan endosperm shakllanadi. Yopiruqlarda triploid endospermni kashf qilgan olimlar belgilab o'tamiz. O'sha endosperm 2n markaziy hujayra va n to'plam spermiyning qo'shilishidan hosil bo'lganligini, triploidligini kashf qilgan S.G. Navashin. Ya'ni bu otasi 1898-yilda. Uning o'g'li esa M.S. Navashin. M.S. Milliy sertifikat deb yodlab qo'ying. Milliy sertifikat. Kechirasiz, qo'shurlanish qolib ketdi. Qo'shurlanish hodisasini S.G. Navashin, ya'ni otasi
O'g'li MS Navashin esa endosperm triploidligini o'rgangan. Ikkalasini ikki xil rangda bo'yab qo'yaman. Sal chalg'ibman. Hop, endosperm triploidligi demak o'rgangan olim MS. MSni milliy sertifikat deb yodlab qo'ying. Milliy sertifikat endosperm triploidligi deb qo'ying. Shunda oson esingizda qoladi. Partenogenezga o'tamiz. Partenogenez demak bu urug'lanmagan holatda ham ko'payishi mumkin. Ya'ni tuxum hujayraga spermatozoid kelib ikki en to'plamdagi zigota hosil qilmasligi ham mumkin. Bu holatda partenogenez holat deyiladi. Ya'ni tabiiy yoki sun'iy holatda tuxum hujayrani o'zi rivojlanib, organizm hosil qilishi mumkin. Bu sizga ma'lum. O'sha tabiiysi eslab qolamiz. Dafniya, sishbaqasimon, parda qanotlilardan erkak asalari protein, o'simliklardan shira bitlari va qushlardan tuz tovuqda kuzatiladi. Tuz tovuqda ham demak urug'lanmagan tuxum hujayradan tuz tovuqlar ochib chiqishi mumkin ekan. Qushlarda bu. Shirabitlarni bilasiz, o'sha hasharotlarga kiradi. Sun'iy partenogenez degani, ya'ni inson tomonidan qilingan kimyoviy moddalar ta'sirida baqada tajriba qilingan umurtqalilardan. Ertaga sizda sun'iy partenogenez qaysi umurtqalikda no- tajriba qilingan desa baqani, umurtqasida tajriba qilindi desa tut ipak qurtini olishingiz mumkin. Yana qaysilarda? Tajriba yo'li bilan qilingan. Tut ipak qurti, baliq, quyon. Quyonlarda ham demak tuxum hujayrasini urug'lantirmasdan shunchaki tuxum hujayradan rivojlantirib quyon tug'ilgan holati vujudga kelgan. Ya'ni spermatozoid qo'shilmagan. Sun'iy ravishda partenogenez, ya'ni urug'lantirmasdan ko'paytirish hisoblanadi. Zamburug', suvot, bug'doytosh va dukkaktosh. Dukkaktosh, ya'ni burchoqtoshlar oilasida ham vakillarida bu tajriba o'tkazilgan. Xo'p, 43 embrional rivojlanish, ya'ni ontogenez davri. Ontogenez individual rivojlanish, ya'ni shaxsiy rivojlanish deyiladi. Buni demak birinchi bo'lib o'rgangan olim Ernest Gekkel. Ernest Gekkel shu yilda ontogenez atamasini fanga kirityapti. 1866-yilda. Va shu bilan birgalikda 1866-yil yana bir marta chiqadi. Aynan Ernest Gekkel nomi bilan belgilab qo'yasiz. Kitobingizga yozib qo'ysangiz ham mayli. Ikkinchisi ekologiya atamasini ham Ernest Gekkel fanga kiritgan. Uni ham 1866-yilda kiritgan. Bu ikki atamalar sizga yod bo'lib ketishi kerak. Xo'p, ontogenez degani nima degani? Toki paydo bo'lgundan toki o'lgungacha bo'lgan davr. Paydo bo'lishi qachon? Ya'ni zigota paydo bo'lishi, u tug'iladi, tug'ilgungacha bo'lgan davr, ya'ni yorug' dunyoni ko'rgungacha, quyoshni ko'rgungacha bo'lgan davr, bu e, embrional davr deyiladi. U tuxum ichida bo'lsa ham embrional davr. Tuxum ichida ham embrional davr. Tuxumni yorib chiqishi bilan post embrional davrga bo'linadi. Post embrional tuxumdan yorib chiqish yoki agarda u tirik tug'adigan bo'lsa, tug'ilish ma'nosida olamiz, toki o'limgacha bo'lgan davr bo'ladi. Endi embrionalning o'ziga yarasha turlari bor. Embrional rivojlanish, lichinkali ontogenez, ya'ni lichinka holatda rivojlanish, lichinkasiz holatda rivojlanish va ona qornida rivojlanish. Bu demak embrionalning turlari. Post embrionalning ham turi bor, ya'ni tug'ilgandan keyin bosqichlari bor. Yuvenil, pubertat, o'sha bosqichlari bor. Yuvenil, pubertat, qarish davri kabilar bor va turlari bor. Turlari to'g'ri rivojlanish, noto'g'ri, ya'ni metamorfoz bilan rivojlanish desak ham bo'ladi. Post embrionalning ikki xil turi bor ekan demak, to'g'ri va noto'g'ri. Embrional davrning 3 xil tipga ajratib ishlasak bo'lar ekan. Demak, 3 ta tipni alohida bilishimiz kerak. Lichinkali, lichinkasiz va ona qornida rivojlanish turlari. Xo'p, lichinkali rivojlanish barcha lichinka so'zi keladigan hayvonlarda, asosan umurtqasizlarda, yassi chuvalchanglar, aksariyat hasharotlarda kuzatishimiz mumkin. Ularda lichinka so'zi ishlatiladi. Lichinkali. Endi lichinkasiz ontogenez esa sudralib yuruvchilar bilan qushlarda. Ularda lichinka demaymiz-da, tug'ilgungacha anaqa embrion deya olmaymiz, ya'ni embrion desak ham bo'ladi yoki o'sha rivojlanayotgan organizm bo'ladi, jo'ja tug'iladi undan tabiiyki, agarda bo'ladigan bo'lsa, sudralib yuruvchi bo'lsa, kichik sudralib yuruvchi tug'iladi, kaltakesak yoki iloncha. Ular lichinkasiz holat hisoblanadi, ya'ni yirik tuxum hujayra bo'lganligi uchun. Ona qornida rivojlanish, ya'ni yuksak sut emizuvchi. Nimaga bu yerda yuksak so'z ishlatilyapti? Chunki tuban sut emizuvchilar bor, klokalilar. Klokalilar lichinkasiz ontogenezga kirib ketib qoladi, xuddi sudralib yuruvchi qushlar kabi. Embrional davr, ya'ni zigota paydo bo'lgandan boshlangan davr. Xo'p, bu 3 ta davrga bo'linadi. Maydalanish,
ya'ni maydalanish zigotaning ketma-ket bo'linishi. Shunday desak bo'ladi. Buni mana rasm bo'yicha ko'rsatsam bo'ladi. Mana qarang. Mana dastlabki bitta turgan hujayra, bitta birinchisini chizmagan, ya'ni zigota birinchi yonga qarab bo'linadi. Va bu yonga qarab bo'linish meridional deyiladi. Birinchi meridional natijasi ikkita blastomer paydo bo'lishi. Bu ikkita blastomer deyiladi ikkalasi. Endi yana bir marta meridional bo'linadi. Ikkita hujayra meridional bo'linganda 4 ta hujayra paydo bo'ladi. Meridional natijasi. Bu ham qarang yonga qarab bo'lindi. Keyingisi ekvatorial bo'linish. Bu tepaga qarab bo'linish yoki pastga qarab desangiz ham bo'ladi. 4 ta hujayra tepaga qarab bo'linib 8 ta bo'ldi. 8 ta hujayra ekvatorialdan keyin yana meridional bilasiz, yonga qarab bo'linadi, hammasi bo'linadi. Keyin yana ekvator meridian bo'linavergan natijasida oxiri mana blastula paydo bo'ladi. Blastulaning devori bir qavat hujayradan iborat va bu yerda tezda sizni chalg'itadigan narsa bor. Bo'shliq ichlarning B savolda so'raydi, misol uchun. Shularning C savolda sudralib yuruvchilarning blastula devori nechi qavat deydi. Siz eslab qoling, blastula devori har qanday organizmda bir qavat bo'ladi. Ikki qavat blastula degan tushuncha yo'q. Qavatlashish faqat gastrulyatsiya uchun xos. Ya'ni maydalanish bosqichi faqat bir qavat blastula bilan davom etadi. Xo'p, endi shu joydan davom etamiz. Bu bo'linishi, blastulaning hosil bo'lishi, agarda tuxum hujayrada sariqlik ko'p bo'lsa, bo'linish juda sekin boradi va notekis bo'linib qoladi. Sariqlik kam bo'lishi kerak, bu esa bo'linishni yaxshilaydi, yaxshi bo'linishga yordam beradi. Mana bu ketma-ketliklar yozildi. Yakunda maydalanish boyagi blastulaning devori blastoderma deyiladi. Blastula devori blastoderma. Sharsimon shaklda devor bir qavat hujayra blastula ichki suyuqligi bilan to'lgan, bo'shlig'i blastosel, suyuqlik bilan to'lgan bo'shliq. Gastrulyatsiya, blastula juda ko'p hujayra deymiz. Misol uchun qarang, lansetikda 3000 taga yetguncha bo'linadi va 3000 taga yetishi bilan to'xtaydi. 3000 tagacha davom etadi. Xo'p. Undan keyingi bosqich gastrulyatsiya. Gastrulyatsiya degani homila varaqlarining hosil bo'lishi, ya'ni qavatlashish degani. Qavat-qavat bo'lish holatini vujudga keltirish degani. Gastrulyatsiya demak, gastrulyatsiya bosqichidagina 2 qavat, 3 qavat so'zlarni ishlasak bo'ladi. Blastulani gastrulyatsiya jarayoni necha xil bo'ladi qarang. Bu yerda mana bu joyga e'tibor qilasiz. Kavakichliklarda migratsiya. Ya'ni ikkinchi qavat, ichki qavat paydo bo'lishi. Mana bu qavat bir qavat turibdi hujayralar, e'tibor qiling. Bir qavat turgan hujayralar ichkariga qarab ko'chib o'ta boshlaydi. Har ikkitaning oralig'idan bittasi ichkariga ko'chib o'tib, ichkarida bir qator bo'lib taxlanadi. Va bu jarayon nima deymiz ekan? Migratsiya deymiz. Kavakichlik, bo'shliqchilik, ignatanliklarda shunaqa. Lansetikda esa botib kirish. Mana qarang, lansetikda. Ya'ni ma'lum bir qismi o'rtalikda botib kiryapti va mana turgan hujayralar mana shu joyda turib ichki qavatni hosil qilib beryapti. Tashqi va ichki qavat paydo bo'lyapti. Mana bu teshik, birlamchi og'iz deb ataladi. Mana bu paydo bo'layotgan bo'shliq birlamchi ichak deb ataladi. Xuddi bo'shliq ichlar og'iz teshigi va birlamchi ichak, tana bo'shlig'i kabidir. Shunga o'xshab ketadi. Keyin sudralib yuruvchilarda va qushlarda ham qat-qat. Sudralib yuruvchi va qushlarda D va E rasmlari, D rasm. Hujayralari qat-qat joylashuv natijasida ikki qavatga aylanadi. Mana bunda ham xuddi shunday. Bu qat-qat degani o'zi migratsiya emas, mana hujayralarning biri ichkariga qarab o'sib kirib ketib qoladi-da. O'sib kiradi desa mana unga o'tib ketib qoladi. Ichkariga qarab ko'chib o'tish desa ham bo'ladi. Unda migratsiya deb o'ylamaysiz, faqat qat-qat joylashuv. Telosentrikmi derdi, adashmasam. Shu kabi so'z edi. Amfibiyalarda esa o'sib kirish. Mana. Demak, bunda F bilan G ga e'tibor qilasiz. Amfibiyalarda ichkariga o'sib kirish. Demak, qaysi organizmda qandayligini yodlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Juda ham ko'p tushadi. Endi bu ikki qavatga aylanib bo'lgandan keyin mana bu birlamchi og'iz turgan birlamchi teshik qismining mana bu yon chetidan o'rta qavat, ya'ni mezoderma paydo bo'ladi. Barcha hayvonlarda faqatgina mana bu bo'shliqchli kavakichlilar bundan mustasno, chunki ularning tanasi ikki qavatda qolib ketadi. Ikki qavatli tana bo'shlig'iga ega. Qolganlarida gastrulyatsiya 3 qavatlashadi. Ektoderma, endoderma, mezoderma holatiga. Xo'p, gastrulyatsiya demak 3 qavat paydo bo'lgandan keyin ixtisoslashish holati vujudga keladi. Ixtisoslashish ikki xil. Morfologik va biokimyoviy. Morfologik degani har bir hujayra o'z tuzilish shakliga ega bo'ladi.
Bu demak organizmda bo'ladigan bosqich kabidir. Misol uchun deylik, ektoderma qavatdan nimalar paydo bo'ladi? Ektodermadan bo'g'ma yaqinlarda, xo'rdalarda, baliq, amfibiyalar, reptiliyalar va sutli teri qoplamalari, ya'ni teri hosilllari, nerv sezgi organlar va e, tishning emal qavati. Bu yerda sizdan nimalar so'raladi? Qarang. Umumiy olim ketadi. Teri qoplamlari va teri epiteliysi va hosilasi. Soch, tirnoq hosila, teri qoplamlari epiteliyalar, nerv sistemasi deyaptimi? Demak, o'rta miya, uzunchoq miya, varalib ko'prik barcha xullas nerv sistemasi va sezgi organlari, ko'z, o'sha quloq kabi sezgi organlari ham va tishning emal qavati ham hosil bo'ladi deyishimiz mumkin bo'ladi. Endi ixtisoslashish ikki xil. Mana hosil bo'ldi hujayralar. Birinchi morfologik, ya'ni shu shaklni egallab oladi. Shaklga kirgandan keyingina o'ziga xos bo'lgan oqsil hosil qilib boshlaydi. Bu demak biokimyoviy ixtisoslashish deyiladi. Dastlab morfologik, keyin biokimyoviy bo'ladi. O'ziga kerakli oqsilni keyinchalik ishlab chiqara boshlaydi. Entodermadan, ya'ni o'rta qavatdan ichak epiteliy, jabra, o'pka. Mezodermadan biriktiruvchi to'qima, qon tomir sistemi, ayirish, muskul sistema, jinsiy sistema. Bu joyi yodlanadi. Bu joyi yodlanadi. Chunki mana bu o'pka va jabra dedi yoki mana bu yerda tog'ay suyak, qon, limfa dedi. Qon dedimi, demak eritrosleykoz, trombosit kiradi unga. Limfa dedimi, 600 ta limfa tugunimiz barchasi kirib ketib qoladi. Muskul dedimi, keng muskul, serbal, uch bosh, to'rt boshli muskul deb ketaveradi. Ularni barchasi mezodermadan hosil bo'lishini bilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun tafakkur bilan yodlaysiz, testlarda juda ham tushish ehtimoli bor. Organogenes bu neyrula. Neyrula degani ya'ni o'zak organlarni paydo bo'lish. O'zak organlar 3 ta o'zak organimiz bor. Nerv nayi, xo'rda ichak naychasining hosil bo'lishi. Neyrula bor. Lansetlikda o'rganilgan bu narsa nerv naychasi, ya'ni boya embrionning orqa tomoni ektoderma tarnov shaklida o'rta qismi botib kiradi. Bu 3 qavat bo'lgandan keyin bo'lyapti. Davomi bu. 3 qavatdan keyin botib kiradi. Naycha hosil qiladi. Ya'ni naychani ichida o'ng va chap tomonlari joylashgan, chetlari bo'ylab o'sib boshlaydi. Chetlari o'sib boshlaydi. Naycha boshlang'ich nerv sistemasi, o'sha naycha boshlang'ich nerv eng dastlabki xuddiki orqa miya kabi ektoderma ostiga tushib oladi. Ya'ni ektoderma nima? Tashqi qavatni shuni ostiga, ya'ni mana terimizni ostiga tushgan umurtqa pog'onasi kabi tasavvur qiling. Ektoderma ostiga tushadi. Uning chetlariga birikadi va nerv naychani hosil qiladi. Ektodermaning qolgan qismidan boshlang'ich teri epiteliysi, ya'ni qolganidan dastlabki teri epiteliysi paydo bo'laveradi. Xo'p, uning bevosita o'sha naychani ostida joylashgan qismi yelka qismidan xo'rda paydo bo'ladi. Shuning uchun ham xo'rdani ustida nerv nayi joylashib qolgan. Xo'rda nerv naychasining ostida joylashadi. O'sha nervni ostida xo'rda, buni oldin aytdik. Biz agar misol uchun pastga qarab o'tadigan bo'lsak, umurtqa pog'onamizni sutli tomoniga to'g'ri keladi. Nerv nayimiz bizning ham. Juda ko'p to'qima organlar hosil bo'lishi, ixtisoslashishi mana shu organogenezdan keyin davom etadi. Endi bizda embrional induksiya degan tushuncha bor. Bu nima? Embrional induksiya embrion rivojlanish vaqtida unga ko'rsatilgan ta'sirni embrional induksiya deymiz. Buni birinchi bo'lib o'sha 'o'tgan asrning 20-30-yillar, 1920-1930-yillarda baqalar ustida juda ko'p tajriba o'zi baqa ustida o'tkaziladi. Shpemin o'tkazgan, ya'ni qanday? Ma'lum bir baqa rivojlanayotgan embrionning, hali baqa emas u, tuxumni ichida rivojlanayotgan embrion hali. Tuxumni yorib ham chiqmagan. Tuxumni yorib chiqsa postembrional bo'lib qoladi-da, bu embrion deyapti. Embrionning eng kichik qismi, ya'ni u embrion deb aytilish sababi gastrulyatsiya bosqichini o'tagan, hali endi organogenez bosqichini o'tamoqchi bo'lib turgan o'sha tuxumni ichidagi organizm bo'lgan, embrion bo'lgan. Bu embrion orqa tomonidan, ya'ni yelka tomonidan bitta hujayrani olgan, boshqa embrionning qorin tomoniga, xuddi shunday embrionni qorin tomoniga yopishtirgan, qo'yib qo'ygan. Ya'ni ko'chirib o'tkazish natijasida hosil bo'lgan yangi tug'ilgan o'sha tuxumdan chiqqan baqaning qorin tomonida ham, orqa tomonida ham, ikki tomonda ham demak umurtqa pog'onasi shakllanib ketganini ko'rgan. Mana buni embrional induksiya deyish mumkin. Ya'ni embrionga ta'sir qilish hisoblanadi. Induksiyadan o'tib qoldik. Embrional induksiyani ham belgilab qo'yaylik. Chunki bu savol tushadi, embrional induksiyani kashf qildi degan. Postembrional rivojlanish. Postembrional degan, ya'ni tug'ilgandan keyingi davr degani.
Ya'ni tug'ilgandan keyingi davr necha xil bo'ladi? Bevosita rivojlanish va bilvosita rivojlanish. Bevosita, ya'ni vosita yo'q. Tug'ilgandan keyin o'zgarish yo'q degan ma'noni bildiradi. O'zgarish yo'qligi qanaqa? Ha, ya'ni tuxumdan chiqqan holat shunchaki rivojlanib, voyaga yetgan holatga o'tadi. Bo'ldi. Uni bolasi o'sha misol uchun tuxumdan chiqqan jo'ja deyilishi mumkin, lekin u lichinka so'zi ishlatilmaydi u organizmda. Sudralib yuruvchi qushlar sistemasilarda bo'ladi. Ona qorni yoki tuxumdan chiqqan holatda voyaga yetgan bilan bir xil bo'ladi, faqat o'sha jinsiy jihatdan voyaga yetmagan holatda bo'ladi. Endi, xo'p, bilvosita rivojlanish esa ya'ni metamorfoz bilan. Metamorfoz bo'lgandan keyin endi bunda lichinka bor. Ya'ni lichinka holat bor. Endi lichinkaning o'zgarishiga ko'ra ikki xil. To'liq metamorfoz, chala metamorfoz. Bilvositaning barchasi metamorfoz. Ya'ni lichinka so'zi ishlatilganning hammasi metamorfoz deyiladi. Lekin ularni hammasini ham demak to'liq o'zgaryapti deya olmaymiz. Ba'zilari chala o'zgarish holati, ya'ni lichinkadan g'umbak holatidan o'tsa yoki kichikligida voyaga yetgandan mutlaqo farq qilsa, ya'ni xuddi qurt kapalak kabi, astidiya lichinkasi va astidiya ham voyaga yetganligi kabi, e, it baliq va baqa kabi, ya'ni bir-biridan mutlaqo farq qilsa, bu to'liq metamorfoz deyiladi. Agar qisman farq qilsa, ya'ni faqatgina kichik bo'lsa va lichinka deyilaversa, umurtqasiz bo'lsa, bular chala metamorfoz hisoblanadi. Bu yerda mana astidiya va xordallardan astidiya berilgan. Lichinkalik davriga e'tibor qiling mana. Lichinkalik davrida mana bunday hayvon. Nerv nayi, xordasi bor, jabra yoriqlari bor. Voyaga yetganda mana bunday o'tiroq holatga o'tgan. Nerv nayini xordasini metamorfozga uchratib yuborgan. Ya'ni metamorfoz demaylik, umumiy degeneratsiyaga uchratgan, juda kichiklashib, rudiment holatga aylangan yoki yo'qolib qolgan desak ham bo'ladi. Mana bu demak astidiya metamorfoz. Demak, uni lichinkalik davrida nimalar borligiga e'tibor qilamiz. Lichinkalik davrida xordasi bor, nerv nayi bor, halqum atrofida jabra yoriqlari bor. Xordallar tipi, lichinka xordallar kenja tipi. Kenja tipiga e'tibor qilib qo'yasiz shu yerda. Mana shu joyi ham muhim juda. Suzib yurib keyin suv tubiga tushgandan keyin yopishib oladi, metamorfoz uchraydi. Uning alohida dumi, xordasi va muskullari yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketadigan qismiga qarang. Dum, xorda, muskul. Nerv nayi esa fagotsit, ya'ni kichik tugunchalarga aylanib qoladi. Fagotsit yutuvchi hujayra degani-ku. Kichik tuguncha deb atasak ham bo'ladi. Uni kichik tuguncha deb aytiladi. Yuqori programmalarda aylanib qoladi. Bundan tashqari it baliqni ham olishimiz mumkin. It baliq bilamiz, baliq kabi yon chiziqqa, jabra yoriqlarga, ikki kamerali yurak va bitta qonlash sistemasiga ega bo'ladi. Keyinchalik mana it baliq rivojlanganda, lichinkasi rivojlanib voyaga yetganda dumi yo'qolib ketadi. Dumi yo'qolishi haqida mana yerda zo'r yozgan. Dumi yo'qolishi, hop, yon chiziq, yurak, qonlash sistemasi, jabra yoriqlari ham qayta tuzilyapti. Yon chiziq sezgi organ sifatida bo'lgan. Dastlab xuddi baliqlar kabi, keyinchalik esa o'z ahamiyatini yo'qotgan. Uni dumini yo'qolib ketishiga qalqonsimon bezdagi tiroksin gormoni yordam beradi. Bu haqida bu yerda yozyapti. Qalqonsimon bezdagi tiroksin gormoni. Endi 9-sinf boshidagi mavzularimizda qanday o'qidik? Hattoki it baliqning dumini yo'qolib ketishiga lizosoma degan organoid kerak edi. Demak, yo'qolib ketishiga faqatgina lizosoma emas, balki qalqonsimon bezning tiroksin gormonini ham misol qilsak bo'ladi. Shu joyini ham belgilab qo'ying. It baliqda dum va yon chiziqlarning yo'qotiladi. Qalqonsimon bez tiroksin gormoni ta'sirida yo'qoladi. Xo'p, posttemporal rivojlanishi yana kapalaklar to'liq o'zgarish, ya'ni to'liq metamorfoz haqida gap ketgan kapalakda. Bundan tashqari mana yerda tut ipak qurtini yozgan. 20-24 kunda voyaga yetadi. Kapalak bir kun yashamaydi. Ayniqsa tut ipak qurti 5-10 kun yashaydi. Bu degani kapalak bir kun yashaydi, bir kunlik hayoti bor deganga e'tibor qilmaysiz. Endi bu yerdan qanday savol tashlaymiz? Agar qurt va kapalak, ya'ni butun hayoti davomida minimal holatda yashasa, 20 ga 5 qo'ysak 25 kun yashaydi umumiy. Qurt va kapalak umumiy holatda. Maksimalni topadigan bo'lsak 24, maksimalga maksimal qo'shamiz. 34 kun bo'ladi. Demak, qurt va kapalak, ya'ni umumiy holatdagi hayoti 25 dan 34 kungacha oralig'da bo'ladi ekan. Xo'p, baqaning
lichinkasi esa 2-3 oyda baqaga aylanadi o'sha it baliq. 2-3 oyda baqaga aylanyapti. Voyaga yetgan baqa bir necha yil yashaydi. Bir necha yil yashaydi, u 3 yildan keyin voyaga yetadi. Bu biznesning ma'lumoti bo'yicha. 3 yildan keyin urchiy boshlaydigan holatga keladi. Endi mana bu joyda bir narsa bor, bu hammani chalg'itadi. O'sish degan narsa bor. Postemiral davrda o'sish har doim bir xil bo'lmaydi. Misol uchun odamlar 25 yoshgacha o'sadi, keyin o'sishdan to'xtaydi. Butun umr davomida o'sish o'simliklar butun umr davomida o'sadi. Hayvonlardan esa tasmasmon chuvalchanglar, parazitlar ya'ni ayrim mollyusklar va baliqlarda kuzatiladi. Sizda savolda so'rashi mumkin, qaysi hayvonlar butun umr davomida o'sadi desa, siz yodlab qo'ygan bo'lsangiz, o'simliklarni ham qo'shib ketasiz. Qaysi hayvonlar deb so'rashi mumkin. E'tibor qiling. Shu joyi bilan aldab ketishi mumkin. Ko'pchilik hayvonlar jinsli balogatga yetgandan keyin o'sishdan to'xtaydi. Shuning uchun ham odam kabi organizmlar jinsli balogatga yetishdan keyin o'sishdan to'xtaydi 20-25 yoshda. 45 embrion rivojlanishi tashqi muhitning ta'siri. Tashqi muhit juda ham ta'sir qiladi embrion rivojlanishiga. Misol uchun tashqi muhitdan kirib keladigan oziq moddalar organizmga ta'siri bor yoki tashqi muhitdan kirgan mikroblar organizmni zararlaydigan bo'lsa, misol uchun deylik, ona organizmda rivojlanayotgan vaqtda embrion ona turli xil yuqumli kasalliklar bilan kasallansa, bolaning organlari rivojlanishda buzilishlar vujudga keladi. Yoki urug'lanmasdan oldin tuxum hujayralarga, ya'ni gametogenez bo'layotgan vaqtda o'sha spirtli mahsulotlar, giyohvand moddalar iste'mol qilinishi xromosomalarning teng taqsimlanishini buzadi. Boyagi Down sindromi, Klinefelter sindromi kabi Shershevsk-Terner sindromiga asosiy sabab mana shu. Gametogenezning buzilishi, xromosomalarning noteng taqsimlanishi. Shu natijasida demak, avlodda xromosomalar soni turlicha bo'ladi va irsiy kasalliklar vujudga kelishi mumkin. Bunday o'zgargan hujayralarning otalanishi natijasida demak noto'g'ri rivojlangan mayib majruh organizmlar tug'ilishi mumkin. Akseleratsiya degan tushuncha bor. Akseleratsiya bu jadallashish. Jadallash degan nima degani? O'sha 50 yil, 100 yil oldingiga qaraganda hozirgi organizmlarning qanday tez rivojlanayotganligi. 50-100 yil oldinga qaraganda hozirgi o'rtacha yoshdan ko'ra, ya'ni 10 santimetrga uzayganligini topib ko'rishimiz mumkin. O'rtacha yosh 50-100 yil oldin misol uchun deylikki 160 santimetr o'rtacha yosh bo'lgan. Hozirda 170 yoki 175 santimetrlar o'rtacha yosh hisoblanadi. O'rtacha odamning yoshi. Yoshi debman, uzr kechirasiz, bo'y uzunligi. Yoki yashash bo'yicha o'rtacha yoshlarimiz bor, yashovchanlik bo'yicha. Bular ham demak, agar rivojlangan bo'lsa, akseleratsiya bo'ladi. Gomeostaz bilamiz, bir me'yorda saqlab turish ichki muhitni. Regeneratsiya keraksiz, ya'ni keraksiz debman, uzr. Yo'qolgan qismlarni qayta tiklash, ya'ni misol uchun chuvalchangni uzib tashlasak, regeneratsiya holati bilan o'zini qayta tiklardi. Kaltakesak esa yo'qotgan dubini tiklaydi. Anabioz esa bu noqulay sharoitda hayotiy faoliyatni biroz to'xtatish yoki sekinlashtirish. Misol, deylik, noqulay holatga tushib qolsa, karaxt holatga tushish haqida o'ylang. Nima qiladi? Qish kelganda sovuq qonlar karaxt bo'lib bir joyda yotadi. Mana bu hayot faoliyatini sekinlashtirish desak bo'ladi. Endi to'liq anabioz emas, deyarli qon aylanmay qoladi karaxt holatda. Bu ham o'simlikning urug'i anabioz holatda. Chunki kuzda terib olingan o'simlik urug'i qishda unib ketmaydi, toki bahorgacha unmay turadi. Ya'ni bu yerda u anabioz holatda yangi hayotga tushgan, ya'ni sekinlashtirilgan hayotga tushgan va o'sha bahordan boshlab anabioz holatdan chiqadi va rivojlanishni boshlaydi. 46-mavzuga o'taylik. Xo'p, birinchi Karl Ber haqida demak o'qigandik. Tuxum hujayrani kashf qilgan. Qanaqa tuxum hujayra? Sut emizuvchining tuxum hujayrasini kashf qilgan. Karl Berdan oldin sut emizuvchilarda tuxum hujayra borligini hech kim bilmagan. Sut emizuvchilarda tuxum hujayra. Endi qushlar tuxum hujayrasini kashf qilmagani aniq, chunki Karl Ber 1800-yilda 1800-1900-yillarda yashagan bo'lsa, bu vaqtgacha ham odamlar tovuq tuxumidan foydalangan. Ya'ni tuxum hujayra deganda ba'zilar tovuqning tuxum hujayrasini kashf qilgan deb o'ylab qolishi mumkin. Chalg'imang. Karl Berni ikkinchi qilgan ishi bilan chalg'ib qoladi. Karl Ber organizmning embrionning rivojlanishini o'rganganda, ma'lum bir izchillikda rivojlanadi degan. Embrionlar o'xshashlik qonuni. Hammasi bir xil rivojlanib kelishda keladi va piravardida o'ziga xos bo'lgan belgilar namoyon qiladi degan iborasi bor. Endi buni ko'pchilik o'ylaydi, o'shani jo'jada misolda ko'rgan. Jo'jani tuxumini o'sha ustki qismini qirqib olgandagi uning rivojlanishini, sekin rivojlanayotganini tomosha qilgan. Qanday rivojlanib boryapti? Dastlab baliqqa o'xshab, keyin o'sha
sinfga xos bo'lgan, sistem o'sishiga xos va eng oxirida o'sha kerakli bo'lgan yoki qushga xos bo'lsa, eng oxirida o'sha jo'jaga xos bo'lgan belgilar namoyon bo'lishini ko'rib, embrionning ma'lum bir qismida rivojlanishi va boshqa embrionlar ham xuddi shunday rivojlanib boradi. Dastlab bir xil bo'ladi, keyinchalik belgilar bo'yicha farqlanib ketadi degan qoidani embrionning o'xshashlik qonuni bo'yicha hamma embrionlar bir xil bo'ladi ma'nosida qonun yaratgan. Bu qonunni jo'jada o'rganganligi uchun ko'pchilik tuxum hujrani aynan qushlarning tuxum hujrasini o'rgangan deb o'ylab qolishi mumkin. Yo'q, adashmang, sistema uchun tuxum hujrasi bo'ladi. Embrional divergensiya ya'ni belgilarning ajralishi mana. Mana bu holatda. Dastlab barchasida mana yigitni bo'ladimi, kenguru bo'ladimi, bug'u bo'ladimi, odam bo'ladimi, hammasi mana eng birinchi qatorga qarang, embrionlari o'xshash. Keyinchalik sinfga xos bo'lgan belgilar namoyon qilyapti. Keyinchalik oxirida mana turga xos bo'lgan belgilar namoyon qilib, ya'ni har biri o'ziga o'xshab olyapti. Bu belgilarning ajralishi yoki embrional divergensiya deyiladi. Xo'p, bu joyda demak organizm uchun evolyutsiya rivojlanayotganda mana joyi bor. Keyingi bosqichlar dastlabki bosqichda agar o'zgarish paydo bo'lsa, organizm o'ladi. Ya'ni endi embrion shakllanayotgan yoki murtak endigina hosil bo'lgan vaqtda agarda tuxum hujayrada o'sha zigotida o'zgarishlar paydo bo'lsa, mutatsiyalar paydo bo'lsa, organizm nobud bo'ladi. Agar keyingi davrlarda bo'lsa, misol tug'ilishdan oldingi davrlarda bo'lsa, foydali belgi ham bo'lishi mumkin, lekin ba'zi holatda u ham o'ldirishi mumkin, lekin kamroq ahamiyatga ega bo'lgan belgilar bo'ladi. Embrion rivojlanish bosqichlari bor. Buni bilamiz. Har qanday ko'p hujrali organizm amebosimon bo'ladi deganda, ya'ni amebosimon biz ham bo'lganmizmi? Ha, tuxum hujra holatimizda yoki zigota holatimizda ham bir hujralilik holatimiz amebosimon holat deyiladi. Hali bo'linmagan holatda. Ikkinchi holat keyin bo'shliq ishlarga o'xshash holat vujudga keladi. Embrion rivojlanishda misol mana bu gap ham muhim. Tishsiz kitlarda tish bo'ladi embrionlik paytida va keyinchalik yo'qolib ketadi. Odamda esa bitta qorincha va bitta bo'lmachadan iborat qonlash sistemasi bo'lib, keyin 2 kamera, 4 kameraga o'tib, 4 kameraga o'tishi bu o'sha 4-5 oyliklardan vujudga keladi. Lekin ishlamay turadi. Bitta doira ishlamay turaveradi. Keyinchalik tug'ilgandan keyin o'pkaga havo borishi bilan keyin qon ham aylana boshlaydi. Buni demak o'rgangan olimlar Müller va Gekkel o'zining biogenetik qonunda o'rgangan, ya'ni embrionlar dastlabki davrda o'zini filogenezda qisqacha ontogenezni takrorlab berishi haqida. Filogenez degani nima degani? Tarixiy rivojlanish. O'zini ontogenezda bir organizm rivojlanayotgan vaqtda tarixida qaysi hayvonlar bo'lgan bo'lsa, o'shalarni takrorlab bir ko'rsatib beradi ma'nosida. Ya'ni odam deydigan bo'lsak, amebosimonlik holatidan ko'p hujrali bo'shliq ishli holat, asta-asta rivojlanib umurtqali holat, umurtqali holatdan keyin oxiri yakunda pirovarda o'zi. Ya'ni nima demoqchi? Bitta organizm o'zi rivojlanayotgan payti tarixini qaysi hayvonlardan kelib chiqqanini ko'rsatadi ma'nosida bermoqchi. Naqadar haqiqat bo'lsa ham, ya'ni ma'lumot shunday yozilyapti. Bu qonun biogenetik qonun va Müller-Gekkel tomonidan. Va bu usul taqqoslash usuli, e'tibor qiling. Chunki taqqoslash usulida mana shu biogenetik qonun haqida eslangan edi. Bir to'xtab olamiz.